Assalomu alaykum ustozlar, assalomu alaykum o'rtoqlar, hamkasblar. Bugun SMC va ICT strategiya to'g'risida ozgina ma'lumot bermoqchi edim. O'zi umuman ICT strategiyani asoschisi Amerika treyderi Michael Huddleston hisoblanadi. Uni ismi Michael Huddleston, o'ziga nickname The Inner Circle Trader qo'ygan. Demak, strategiyani asosiy konsepsiyasi bu bank va katta institutsional bozor ishtirokchilarining narxni likvid zonalarga yetkazib berish algoritmiga asoslanadi. Asosiy instrumentlari strategiyani hisoblanadi. Bu strukturamiz o'suvchi bo'ladi, tushuvchi, tashqi va ichki struktura bor. Likvidness, ya'ni likvidlik, bu yirik o'yinchilarga narxni qiziqish zonalarga yetkazish uchun kerak. Narx har doim likvidlikdan likvidlikka boradi. Bu bir vaqt o'zida samarasizlikni, ya'ni fair value gapni to'ldiradi. Fair value gap, FVG, boshqa nomi bor, imbalans, disbalans. Bu narx uchun magnit hisoblanadi. Ertami kechmi uni to'ldirishga harakat qiladi. Va order block turlari ham ko'p bo'ladi. Bu kuchli yuqoriga yoki pastga harakatni boshlagan sham hisoblanadi. Demak, har bitta instrument to'g'risida ozgina ma'lumot bermoqchiman. Demak, struktura to'g'risida ma'lumot shundan iboratki, bizlar ko'pchilik ko'rganmiz, o'zi umuman internetlarda, boshqa bir forumlarda va hokazo strukturani ko'rinishi mana shu shaklda ko'rsatishadi. Ya'ni tushuvchi minimumlar, tushuvchi maksimumlar bu tushuvchi trend hisoblanadi, o'suvchi trend esa paytda maksimum va minimumlar ular yuqoriga ketadi va hokazo. Demak, shunaqa chiroyli struktura asosan rynokka, ya'ni grafikka qarayotgan paytda analiz qilayotganimizda bunaqa chiroyli struktura ko'ra olmaymiz, chunki aslida unaqa struktura bo'lmaydi. U faqat chizib qo'yiladi. Aslida strukturani ko'rinishi taxminan shu tarzda bo'ladi. Ya'ni o'zini impuls va korreksiyalar bilan narx o'zini maksimum va minimumlarni orasida yuradi. Bizani asosiy maqsadimiz to'g'ri maksimum va minimumlarni topishimiz kerak. Demak, bizani strategiyada shu strategiyada shunaqa bir anaqa bor, ya'ni haqiqiy maksimum va haqiqiy minimumlarni aniqlash turi. Ya'ni bizga inducement bu nima? Inducement bu maksimum yoki minimumdan birinchi likvidность hisoblanadi. Birinchi likvidностьni o'tgandan keyin mana tushuvchi trendda narx mana tushyapti. Narx o'zini impuls korreksiyalar bilan tushyapti bu yoqda. Nima uchun bu minimum emas? Chunki bu yoqda hech qanaqa inducement narx buzmagan, ya'ni hech qanaqa korreksiyadan narx o'tmagan va narx mana shu joygacha, yarimgacha kelib, yana impuls korreksiya bilan mana shu eng pastki zonani narx o'tib ketdi bu yoqdan va asosiy minimum topishimiz kerak. Asosiy minimum qachon bo'ladi? Qachonki narx birinchi ichki strukturadagi birinchi minimum, ya'ni inducement buzib o'tadi. O'sha paytda bizda minimum hosil bo'ladi. Maksimum esa qachon hosil bo'ladi? Qachonki narx o'zini harakati bilan shu minimum zonani buzib o'tsa, o'shanda bizda maksimum hosil bo'ladi. Xuddi shu tartibda keyingi minimum topiladi. Ya'ni minimum bizda topish yo'li faqat shu inducement narx buzib o'tish kerak. Inducement o'tgandan keyin bizda minimum hosil bo'ladi. Bu yoqda ko'rishimiz mumkin, narx pastga tushib o'zini svicha o'zini tanasi bilan bu yoqda minimum tana bilan buzib o'tish kerak va tana bilan shu minimumni tagida yopilishi kerak. Biza bu yoqda qarashimiz kerak. Bu yoqda bizani shu harakatdan faqat mana shu anaqamiz ichki korreksiyamiz inducement hisoblanadi. Narx unga yetmasdan pastga tushib ketyapti. Bu yoqda ham ko'rishimiz mumkin, narx ichki korreksiyaga yetmasdan yana pastga tushib
nuqta va faqat mana shu joyda o'zini impuls korreksiyalari bilan narx inducement zonadan o'tyapti. Bizada asosiy minimum hosil bo'ldi. Ya'ni asosiy maksimum bu yoqda, asosiy minimum bu yoqda. Mana shu ko'k rangli bu bizada kichik ichki struktura hisoblanadi. Shu kichik ichki struktura asosida biz inducementlarni topamiz. Asosiy tashqi struktura esa mana bu hisoblanadi. Ya'ni ichki strukturani asosiy katta strukturaning ichida ichki strukturamiz mavjud. Demak, bu yoqda qayerda bizada slom struktura, ya'ni cho'ch nima degani? Cho'ch bu change of character, ya'ni trend buzilishi. Qachonki narx asosiy maksimumdan bu trendda bu grafikda hozir bizada asosiy maksimum mana shu hisoblanadi. Mana shu asosiy maksimumdan narx o'tib ketgandan keyingina bizada trend o'zgaradi. Ya'ni tushuvchi trenddan o'suvchi trendga o'zgaradi va biz bu yoqda уже anaqa qilishimiz kerak. Butun fokusimiz уже barga qaratishimiz kerak bo'ladi. Boss esa nima degani? Boss bu break of structure, ya'ni struktura buzilishi. Har doim narx o'zini minimum yoki maksimumini buzayotgan paytda bu boss bo'ladi. Faqatgina cho'ch bir martagina bo'ladi. Asosiy maksimum yoki minimum trend o'zgarayotgan paytda buzib o'tsa, o'sha payt bizda cho'ch bo'ladi. Ikkinchi asosiy instrumentlarimizdan biri bu likvidnost hisoblanadi. Ya'ni likvidnost bu bizani bu strategiyani eng kuchli quroli hisoblanadi. Likvidnost bu o'zi nima? Likvidnost bu retail traderlarni, oddiy kichik traderlarni stop qo'yiladigan zona. Likvidnostlarni turi juda ko'p bo'ladi. Misol uchun savdo sessiyalarini likvidnosti, ya'ni savdo London sessiyamiz bor, Aziyani sessiyamiz bor. O'sha sessiyalarni minimumi va maksimumi juda kuchli likvidnost zona hisoblanadi va narx pastga tushayotganda bu har doim harakat qiladi. New York ayniqsa, London ham shu. London Aziyani minimum maksimumini olishga harakat qiladi. New York esa Londonni minimum maksimumini olishga harakat qiladi. Ya'ni biz bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bizda Aziyamiz minimumimiz bor va London sessiyasida minimum maksimumimiz bor. Narx tushayotgan paytda ham ahamiyat bersanglar, mana bunaqa likvidni zonalar, ya'ni ichki likvidnostlar yasaydi. Va shu ichki likvidnost biz uchun biz bilishimiz mumkin, что narx уже mana bu likvidnost yechgandan keyin, ya'ni Aziyani yechgandan keyin уже keyingi likvidnostga, ochiq likvidnost biz mana shu hisoblanadi. Mana bu likvidnost va Londonni sessiyasini asosiy maksimum likvidnost hisoblanadi. Narx o'sha likvidnostlarni olish uchun harakatlanadi. Ya'ni bu joylar juda magnit hisoblanadi. Ikkinchi likvidnost turi bu equal high, equal low, ya'ni двойная вершина, тройное дно, двойное дно va hokazo. Nima bo'ladi? Misol uchun biz bu yoqda ko'rishimiz mumkin, narx bizda impuls korreksiyalar bilan shunaqa bir figura yasadi, ya'ni двойная вершина yasadi. Equal high, ya'ni ikkita bir xil highlarni yasadi. Bu joylarni tepasida juda ko'p stoplar joylashgan. Ya'ni bu yoqda savdoga kirgan treyderlarning stoplari juda ko'p va narx nima qiladi? Narx shu stoplarni olishga harakat qiladi. Ya'ni buni tepasida juda ko'p yo order blok yoki qanaqadir bir fair value gap bo'lishi mumkin. Asosan shunaqa ko'rinishda switcha keladi, ya'ni uzun soya bilan narx va shu stoplarni hammasini olib, shu diapazonga yana qaytadi. Shu diapazonga qaytib, o'sha keyingi likvidnostgacha pastga tushadi. Bu yoqda ko'rib turishimiz mumkin. Bu yoqda nima bizda? Bu yerda 3 ta anaqa тройное дно. Ya'ni mana bu yerda buyga olgan treyderlarni stoplari juda ko'p. Bir xil narx bu joyga kelib, ya'ni ozgina tepaga yurib, mana shu yerda stop qo'yishadi ko'pchilik. Keyin narx yana pastga tushib, zakreplение qiladi buni tagida. Ko'pchilik bu yerda yana sell oladi. Nima uchun? Chunki switch уровень tagida zakreplение bo'ldi. Stopni tepasiga qo'yadi. Narx esa manipulyatsiya qilib pastga tushib, hamma mana bu tagidagi stoplarni oladi, keyin yuqoriga uchib, mana shu yerda sellga olgan stoplarni oladi va o'zini направлениясini yana
harakatini davom etadi. Bu degani equal high equal low, bu biz uchun juda bir kuchli likvidnost hisoblanadi va narx shu joylarni olishga harakat qiladi. Uchinchi likvidnost turi bu trendoviy likvidnost. Boya aytganimdek, strategiyani asosiy quroli bu struktura hisoblanadi, ya'ni trend bo'ylab savdo qilish. Biz har doim grafikni analiz qilayotganda asosiy maksimum va minimumlarni aniqlashimiz kerak va biz bu yoqda nima ko'ryapmiz? Asosiy maksimumimiz bor, asosiy minimumimiz bor. Bu yoqda yana bizada asosiy minimumimiz hosil bo'ldi. Mana bu yoqda chunki biz mana bitta inducementdan narx o'tib ketdi, asosiy minimumimiz hosil bo'ldi. Narx pastga tushayotgan paytda mana shunaqa chiroyli trendoviy liniyalar yasab berib pastga tushib beryapti. Bu nima degani? Bu degani mana shu joyda har bitta trend liniya tegan joyda buni tepasida juda ko'p stop losslar bor. Juda ko'p stop losslar bor va shu zona juda kuchli likvid zona hisoblanadi. Narx ko'pincha bu yangiliklarda bo'ladi. Narx o'zini misol uchun hozir yozda 5.5, qishda 6.5 da yangilik chiqadi. New York sessiya soat o'zi pre-market 5 da bo'ladi. 5.5 da New York birjasi ochiladi. Birja nice shu yangiliklar chiqadi, har xil отчетlar chiqadi va hokazo. Shu joyda juda ko'p manipulyatsiya bo'ladi. Bu uchib narx tepaga borib, imенно mana shu likvidnostlarni oladi. Lekin mana shu joyda ko'pchilik savdoga kiradi. Savdoga buy kirib ketishadi, chunki trend buzildi, lekin narx maqsadi mana bu yerda o'zini qiziqish zona, o'zini fair value'ga yoki order blokgacha boradi. O'shani to'ldirib, yana trend bo'ylab kuchli impuls bilan o'sha pastga ketadi. Bu asosan qachon bo'ladi? Misol uchun bu soat 5.5larda misol uchun bunaqa harakat bo'lsa, taxminan soat 8 yoki 9 atrofida ko'rishimiz mumkin juda ko'p instrumentlarda. Ayniqsa indekslarda soat 8-9 atrofida kech payt narx harakatini o'zgartiradi. Nima uchun? Chunki bu paytda birinchidan London sessiyasi yopiladi, undan bir soat oldin Frankfurt sessiyasi yopiladi va bu yoqda ochilishi anaqa Chikagoni sessiyasi ochiladi va Chikagoni birjasi ochiladi. Va juda ko'pincha imенно shu soat 8-9 atrofida narx o'zini impuls harakatlari bilan davom etishi mumkin. Uchinchi bizani eng kuchli instrumentlardan biri bu fair value gap, ya'ni disbalans, imbalans. Disbalans bu o'zi nima? Bizda disbalans qachon hosil bo'ladi? Qachon rinokda, ya'ni bozorda biza kuchli katta igroklarni ko'rishimiz mumkin. O'sha paytda disbalanslar hosil bo'ladi. Disbalans o'zi nima? Disbalans biza har doim birinchi, ikkinchi va uchinchi switchani olishimiz mumkin. Misol uchun bu joyda mana birinchi, ikkinchi, uchinchi switchani mana anaqasini minimumini olamiz va uchinchi switchani maksimumini olamiz. Mana ko'rib turishimiz mumkin. Bu yerda disbalansimiz bor. Ya'ni disbalans bu nima? Disbalansi bu neeffektivность deyiladi rus tilida. Shu joyni ertami kechmi narx kelib to'ldirishga harakat qiladi. Biz bu yoqda ko'ryapmiz, narx korreksiya qilib, imенно shu disbalansni to'ldirib, yana impulsning harakatini davom etyapti. O'zi disbalanslar impulslarda ham va korreksiyalarda ham topishimiz mumkin, lekin struktura asosida, ya'ni misol uchun bizda o'suvchi struktura bo'lsa, impuls korreksiya, impuls biza ko'rishimiz mumkin. Bu yerda biza imенно impulslarda disbalans topishimiz kerak. Ya'ni bu yerda impuls, korreksiya, impuls bor. Yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Misol uchun biza asosiy maksimumni buzayotgan paytda bizda disbalans bu yerda hosil bo'ladi. Juda ham ko'p shunaqa situatsiyalar rinokda, bozorda, grafiklarda ahamiyat berdik. Biza narx shu maksimumni buzayotgan paytda kuchli disbalans bilan
disbalanslar hosil bo'ladi va shu disbalans narx uchun bir magnit sifatida ishlayveradi va narx shu joyga kelishga albatta harakat qiladi. Nima uchun? Chunki mana shu likvid zona hisoblanadi va bu joydan narx yana tepaga harakat qiladi. Tushuvchi trendda ham xuddi shunaqa situatsiya biza ko'rishimiz mumkin. Bizada narx baribir har doim narx o'zini impuls va korreksiyalari bilan tushadi. Impuls, korreksiya, bu yoqda impuls, bu yoqda korreksiya, bu yoqda impulsimiz bor. Biz ko'rib turishimiz mumkin. Mana ichki strukturamiz buzilib, narx kuchli impuls bilan pastga tushayotgan paytda bu yoqda bizada disbalans hosil bo'ldi. Disbalans hosil bo'ldi va narx kelib shu zonani bizaga kelib buzib, ya'ni shu zonani to'ldirib, fair value gapni to'ldirib, yana pastga yana disbalans hosil qilib pastga tushib ketadi. Ya'ni mana shu disbalans zona. Hozir narx srazu bu yoqqa kelib to'ldirmasligi ham mumkin, pastga tushib, keyin baribir shu joyga bu magnit hisoblanadi. Narx uchun nima uchun? Chunki bu yoqda baribir bu likvidniy zona hisoblanadi. Narx uchun narx bu joyda biz narxni kutishimiz mumkin. Va oxirgi instrumentlardan biri bu order block. Order block to'g'risida juda ko'p ma'lumotlar bor internetda va hokazo, lekin order blockka o'zini asosiy shartlari bo'ladi. Ya'ni asosiy shartlari, ya'ni to'g'ri order block bo'lish uchun bizda asosiy shartlardan biri bu birinchidan struktura buzilishi kerak. Mana bu yoqda nima ko'ryapmizda qanaqadir bir tepaga, ya'ni yuqoriga harakat ko'ryapmiz, o'suvchi trend ko'ryapmiz. Biz ko'ryapmiz, что bizada mana bu joydan, ya'ni mana shu switchadan harakat tepaga boshlandi. Harakat tepaga boshlandi, mana shu switcha, bu switcha bizada order block hisoblanadi. Nima uchun? Chunki birinchi asosiy shartlardan biri bizada slom strukturamiz bor. Ya'ni slom struktura bor. Narx o'zini harakati bilan oldingi ichki minimum yoki ichki maksimum yoki tashqi minimum maksimum farqi yo'q. Slom struktura qildi. Bu birinchi shart. Ikkinchi shart oldingi switchani likvidность yechilishi. Ya'ni mana bu switcha bizda oldingi switchani likvidностini olyapti. Ya'ni minimumini olib, bittagi stoplarni olib, yig'ishtirib, yana tepada yopildi. Bu ikkinchi shart va uchinchi shartdan asosiy uchinchi shart bu disbalans mavjud bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu yerda bizada slom struktura bor, снятие likvidности bor va disbalansimiz bor va bu biz uchun mana shu switcha, bu biz uchun bu order block belgilashimiz mumkin. Bu order block biz uchun bo'ladi. Keyin bu yoqda nima ko'ryapmiz? Narx yana o'zini korreksiyasi bilan yana tepaga harakatlanyapti. Bu yoqda biz ahamiyat bersak, mana impuls bilan kelgan narx, impuls bo'ldi. Bu yoqda korreksiyamiz bor. Bu yoqda yana impulsimiz bor, lekin korreksiyamiz bu yerda yo'q. Nima uchun? Chunki mana bu asosiy katta switchani minimumini hech qaysi switcha bu yoqda buzmayapti. O'shaning uchun bu yerda to'g'ri korreksiyamiz bizda yo'q. O'shaning uchun narx impulsi o'sha bu maksimumdan to'g'ri mana bu yoqqa o'tyapti. Bu yoqda biz nima ko'rishimiz mumkin? Mana shu korreksiyada disbalansimiz bor, order blokimiz bormi yoki yo'qmi? Shuni birga ko'rib chiqamiz. Bizda asosiy shartlardan biri bu strukturani buzilishi bor. Keyin bizda oldingi switchani likvidnost yechishi bu yoqda mana bor. Mana ko'ryapmiz. Uchinchi shart bizda disbalans bo'lishi kerak. Disbalansimiz bu joyda biz ko'ramiz, kichkina bo'lsa ham disbalansimiz bor mana. Kichkina bo'lsa ham disbalansimiz bor. Biz buni как order block olishimiz mumkin. Bu yoqda nima ko'ryapmiz? Narx mana pastga tushyapti. Yana impuls, korreksiya, impulslar bilan tushyapti. Biz uchun asosiy maksimum belgilashimiz kerak. Asosiy maksimum men boya aytganimdek, bu bizda inducementni topishimiz kerak. Bizda asosiy
inducement topganimizda biza maksimum topishimiz mumkin. Boya aytib o'tganimdek, bu yerda bizda korreksiyamiz yo'q. Narx mana bu harakatda kelyapti, impuls, bu yerda kichik impuls bu yoqqa kelyapti. Mana shu harakat bo'lyapti. Narx bu yerda bu harakat, svichani harakatini bu joyni, ya'ni faqat oldingi svichani emas, ya'ni ichki strukturani ham buzyapti mana. Narx mana bu harakatda pastga tushyapti. Ahamiyat bersanglar, mana buni ko'pchilik inducement deb belgilashadi. Inducement deb belgilab, уже mana bu order blokdan to'g'ri, hamma qoida bo'yicha hamma anaqasi to'g'ri. Shu order blokdan savdoga kirishga harakat qiladi. Lekin bu noto'g'ri, chunki bu lavoshka hisoblanadi, ya'ni katta ishtirokchilarni lavoshka qopqoni hisoblanadi. Chunki bizda bitta korreksiyamiz bor va inducementimiz, haqiqiy bizani inducementimiz bo'ladi mana shu joyda. Ya'ni narx mana shu zonani buzib o'tgandan keyin bizda inducement hosil bo'ldi. Inducement endi kimdir inducement dedi, kimdir inducement dedi. Va undan keyingi birinchi order blokdan biz buni belgilaymiz order blok qilib. Bu yerda nima ko'ryapmiz? Narx pastga kelib order blokka reaksiya bo'lgandan keyin, misol uchun faraz qiling, bu katta time frame, ya'ni misol uchun time frame'da har xil o'zinglar bilasizlar. Misol uchun H4 time frame bo'lsa, narx bu joyga, ya'ni order blokka kelganda biza подтверждение, ya'ni tasdiq topishimiz kerak. Biz kichkina time frame'ga o'tamiz. Ya'ni katta time frame analizida 4 soatli time frame bo'lsa, biza M15 ga o'tamiz va shu tasdiq qidiramiz. 1 soatli bo'lsa M5 ga, M15 analiz qilinsa, demak M1 ga kiriladi va shu kichik, ya'ni little time frame ga kirib biz shunaqa bir formatsiya ko'rishimiz kerak. Formatsiya nimadan iborat? Birinchidan, narx mana keldi. Ya'ni katta time frame order blokiga narx keldi va biza kichik time frame ga o'tamiz. Misol uchun M5 ga o'taylik, yoki 15. Bu 4 soatli time frame bo'lsa, M15 ga o'tib, bu yerda shunaqa formatsiya ko'rishimiz kerak. Formatsiya nimadan iborat? Narx o'zini ichki strukturani buzishi kerak. Ya'ni ichki struktura, trend buzilishi kerak. Biz uchun bu birinchi signal, narx tepaga harakat ketish to'g'risida bizga qanaqadir bir ma'lumot beryapti. Narx cho'ch, ya'ni slom trenda bo'lgandan keyin, trend buzilgandan keyin biza mana bunaqa inducement kutishimiz kerak. Ya'ni inducementdan keyin уже bu yerda misol uchun kichkina time frame'dagi blok topamiz. Ya'ni mana shu harakatda, mana shu impulsda, xuddi mana shu tartibda svicha topiladi disbalanslar bilan. Mana slom strukturamiz bor. Shunaqa bir kichik time frame'dagi order blok qidiramiz. Shu order blokdan biz narxi tepaga, ya'ni buy, chunki bizda o'suvchi bir trend. Bu bizda bir korreksiya sifatida bo'lib turibdi. Demak, bu yerda yana bitta narsa o'tib o'tishim kerak. Mana ahamiyat bersanglar, narx mana bu tushayotgan payti o'zini impuls korreksiyalar bilan shunaqa bir kuchli uzun soya qoldirib ketdi. Bu uzun soya nafaqat oldingi svichani, umuman strukturani bizaga buzib beryapti, ya'ni ichki strukturani buzib beryapti. Bu nimadan dalolat? Bu kuchli bir order blok hisoblanadi bu ham. Va narx shu joyga kelganda qanaqadir bir reaksiyani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni narx shu joyga kelganda biz yana kichik time frame'larga o'tib, balkim slom trenda va hokazo bo'lish ehtimoli juda katta. Так, yana order blok shunaqa bir turi bor, как односвечное снятие ликвидности, order blok va hokazo. Demak, agarda biz ko'rganimizda, boya men aytganimdek, misol uchun bu qanaqadir bir asosiy maksimum yoki minimum, qanaqadir bir London sessiyani maksimumi bo'lsa va narx kelib shu maksimumni shu shaklda buzsa, ya'ni svicha o'z soyasi bilan shu zonani buzib va diapazonga qaytib tanasi bilan shu diapazonga qaytsa, mana shu svicha biz uchun bir kuchli order blok hisoblanadi. Bizning vazifamiz undan keyingi yoki undan keyingi farqi yo'q. 2-mi, 3-mi, 5-chi svicha уже buni mana shu svichani tagida yopish kerak. O'shanda biza shu
svichani blok deb hisoblashimiz mumkin va narx bu yoqqa qaytib shu joydan biza sellga yana davom etishimiz mumkin. Ya'ni narx bu yoqda pastga tushib, shunaqa bir bizga formatsiya ko'rsatib beryapti. Biza ko'rishimiz mumkin. Mana shunaqa soyali svicha. Yana bitta variant bor. Agarda asosiy o'sha gap, asosiy maksimum yoki minimum yoki inducementdan narx kelib, mana shu shaklda biza har doim ahamiyat berishimiz kerak. Har doim chapga qarashimiz kerak. Chapda qanaqadir bir blokmi, qanaqadir bir inducementmi, fair value gapmi, katta time frame'mi, misol uchun order block, misol uchun siz analiz M15 da qilyapsiz, lekin tepada 4 soatli fair value gap bor yoki kunlik fair value gapimiz bor. Narx har doim katta time frame'dagi fair value gaplar har doim kichkina time frame'ga nisbatan kuchliroq bo'ladi. Narx magnit bo'lib o'sha joyga borishga harakat qiladi, to'ldirishga harakat qiladi va asosiy fair value gap asosiy kuchli zonalari bu tepadagi, pastki va o'rtadagi qismi. Juda ko'pincha narx kelib o'rtadagi qismiga, ya'ni fair value gap 0.5 ga reaksiya olib, shu zonadan pastga yoki yuqoriga trendga qarabdi, shunga qarab pastga yopiladi. Agarda biz shunaqa formatsiyani ko'rsak, ya'ni narx kelib asosiy maksimum yoki inducement kelib mana shu shaklda yopsa pastga nafaqat oldingi mana bu maksimum minimumni strukturasini buzsa, oldingi svichani minimumini ham buzsa, mana bu yoqda maksimumini buzsa, mana shu svicha biz uchun односвечной order block hisoblanadi. Biz uchun уже mana bunaqa qora svicha kerak emas va biz shu svichani полный order block deb belgilashimiz mumkin va keyingi harakat, ya'ni keyingi svicha qanaqadir bir korreksiya, mana shunaqa korreksiyalardan keyin biz savdoga kirsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni likvidnost, order block, fair value gap va struktura strategiyani asosiy qurollari hisoblanadi. Shularning hisobiga savdo qilinadi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar, omon bo'linglar.